11.05 olib $100 sizga sdatsini qaytarib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'ying, to'liq tushuntiraman. 11.05 motovlogini hamma biladi, $2350 ga yoxud 28 millionga xarid qilib olgan. 2 korpusli puligi, 1.20 lik frezasi bo'ladi. Frezasi puligi komplektatsiyasida bo'ladi. Undan tashqari ko'p joyda dinam bo'lmaydi. Keyin balonlar ligrovka bo'lmaydigan varianti ham bor. Ular arzonroq turadi. Agar menga balon ligrovka bo'lmaydigan arzonchi modeli kerak desangiz, arzonchisi ham bor, qimmat modeli ham mavjud. Hozir sizlarga bitta obzor qilib, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'ying. Narxlari, undan tashqari skidka narxlarda $100 arzon, ya'ni $2250 ga 11.05 motovlogini xarid qilib olishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'ying. Boshladik. Mana ko'rib turganingizda 11.05 motovlogi zavod qilish jarayoni mana. Hamma narsasi solingan, suv datchik tabloga ishlaydi uni. Ko'rganlaringizda suv datchik, moy datchik, hamma tablolar ishlaydi. 11.05 bo'ladi. 11.05 modeli hisoblanadi. Bunda quyon boshbaqa tezliklari, arqa silindrlari ko'tarilib tushirilaydigan variant hisoblanadi. Balonlar ligrovka bo'ladi, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Balonlarni bog'dishiga kirganingizda bemalol ishlatsangiz bo'ladigan variant. Undan tashqari oldida dinamlari mavjud, akkumulyatorlarni zaryadkalaydi. Dinam akkumulyatorni zaryadkalash uchun akkumulyator o'lib qolmasligi uchun hisoblanadi. Faralari led faralardan qo'yilgan bo'ladi. Bemalol kechasi ishlataman desangiz ham bo'ladigan variantlar bo'ladi. Gulishtirlari katta gulishtirlardan qo'yilgan, chunki sababi tovush pastroq chiqish uchun vazdushkalari ham moyishli yaxshi vazdushkalardan qo'yilgan, ag'lashinani yaxshi berish uchun motorga. Bu motovlogimizni sifatlari zo'r, kashflari zo'r, 1 yilda 5 yil davomida garantiyalar qilib beramiz. Narxi $2250, ya'ni 27 million so'mga 25-maygacha xarid qilib olib ketsalaringiz bo'ladi. 25-maygacha aksiya davomida $100 arzonga xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Bu ko'rib turgan motovlogimiz. Sifatlari zo'r, kashflari yaxshi chiqqan. Menga oddiy variantidan kerak desangiz, oddiy variantda, arzonchi varianti ham mavjud. $1700 turadi u. Moy datchigi bo'lmaydi, balonlar ligrovka bo'lmaydi. Undan tashqari dinamo bo'lmaydi. Ko'pchilik shu bilan buni solishtiradi. Yo'q, buni dinamo bor, originali, 2 korpusli puliga, frezeri, arqa silindri, oldi silindrlari mavjud. Bemalol ko'tarib tushiradigan variant hisoblanadi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol kelaverasa, pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Obuna qo'yishingizdan chiqmasin, jonlaringiz sog' bo'lsin.